O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 7-8-9 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7 aprel kuni Toshkent viloyatida kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 7-8 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 7-8 aprel kuni 23-28 daraja, 9 aprelda 21-26 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.